bu muammoingizni yengilroq yechishingizga yordam beradi. 80% ayollarda uchraydigan xavfsiz o'sma bu mioma matki. Miomalar bo'ladi simptomli, bunda bachadon miomalari juda ham katta bo'lib ketishi, CD qoplarni to'sib qo'yishi yoki ichak devorlarini bosib qo'yishi yoki qon ko'p miqdorda ketishi, miomalar tez va kattalashib yoki ko'payib ketishi. Simptomsiz miomalarki bu sizni hech qachon bezovta qilmaydi, o'smaydi, yon atrofida kichik miomalar hosil bo'lmaydi. Mioma aniqlanganda 1 yil mobaynida miomalar o'lchamlari kattalashayotgan bo'lsa, juda ham kattalashib ketishini kutish kerak emas, chunki jarrohlik amaliyoti yana ham qiyinlashadi. Endi aniqlangan yoki o'sib borayotgan miomani laparoskopik usulida bemalol olsa bo'ladi, ya'ni 3 ta teshik bilan bemalol bu miomalarni o'zini matkani qoldirgan holatda olib tashlasa bo'ladi. O'ziga e'tibor bermaydigan ayollarimiz keladi, juda ham katta, hattoki qornida 5 oylik, 6 oylik homilador o'lchamida ayollar keladi. Bunday ayollarni albatta bachadonni saqlab qolishni iloji yo'q. Bu holatlarda albatta laparoskopik olishni ham iloji yo'q. Bunday holatlarda laparotomik, ya'ni qorinni kesgan holatda bachadon bilan birga olib tashlanadi. Albatta sog'ligingizga e'tiborsiz bo'lmang. Agarda sizda miomalar, adenomiozlar aniqlangan bo'lsa, har 3-6 oyda albatta tekshiruvdan o'tishingiz shart va zarur.